hamma ayollar ham erlarini oyoqlarini massaj qilavermaydi deb aytayotdi. Hozir bir do'stim tanishim bahslashib oldik. Men yo'q, ayollar erlarini oyoqlarini massaj qiladi desam, yo'q deyapti. Mana men tirik misolman deyapti-da. Hurmatli opa-singillar, iltimos xolis va samimiy kommentariyada yozib qo'yinglar. Eringlarni oyog'ini o'qilab turasizlarmi? Kun davomida ishda yurgan, ko'chada yurgan, charchab kelgan paytda xolis yozinglar. Oyoqlarni mana shu charchoqlarni chiqarish uchun o'qilab qo'yasizlarmi? Agar mobodo haqiqatdan ham do'stim haq bo'lsa, oramizda massaj qilmaydigan opa-singillarimiz bo'lsa, iltimos qilaman bu narsani to'g'rilanglar. Iltimos. Eringlar charchab kelgan paytda albatta oyoqlarini ilojisi bo'lsa issiq vanna qilib, ozgina ichiga haligi morskaya so'l bor, dengiz tuzi. Undan solib ozgina ivitib, keyin qandaydir yog'lar bilanmi, shunchaki kremlar bilanmi massaj qilib qo'ysanglar, eringlar sizlarni mingdan ming bor rahmat deb aytadi, rostdan. Erkak kishiga bu juda ham zarur deb o'ylayman. Hurmatli aka-ukalar, sizlar ham kommentariy yozinglar. Sizlarga bu narsa yoqadimi, yoqmaydimi, bo'lsa umuman ahamiyatsizmi? Ko'ramiz, kommentariyani o'qiymiz deb kelishganmiz do'stim bilan. Shuning uchun kommentariyada xolis va samimiy fikrlarni kutib qolamiz. Iltimos. Ha, rostdan Abdulaziz Muhammad do'stimdan kitob hadya yuborgan ekan, yetib keldi. Sulton Abdulhamidxonning sirdoshi. Ko'pchiligimiz bu serialni ko'rganmiz va kitob ham qalingina. Xudo xolasa o'qigandan keyin bu kitob haqida istoriyada alohida ma'lumot qoldiramiz. Istoriyalarni kuzatib boringlar.